Ota-onamni yaxshi sharoitli firmadan umra safariga jo'nataman deganlar. Assalomu alaykum. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, narxlari bo'yicha ham ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel Abdug'offar akam oldilariga kelganmiz. Abdug'offar aka sharoiti muhim deganlarga videoni boshidan sharoitlarimizni tanishtirib bersak aka. Xo'p bo'ladi. Birinchi gostinitsadan boshlaymiz. Madina Munavvarada Divan al-Hijra gostinitsamiz nomi. 200 metr uzoqligi. Xo'p, Makka Mukarramada Sama al-Misk 800 metr gostinitsamiz uzoqligi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Va Madinada 5 dan ortiq va Makkada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va Qizil dengiz sayohati ham buni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. 50 boshlarimiz hamda aeroportda nimalar taqdim qilinadi aka? 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan bejik, so'mka va nimcha ush kamzillar beriladi va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz, xudo xolasa. Qaytishayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Xo'p, endi Abdug'offar aka, bizdan O'zbekiston 12 ta viloyatdan kuzatayotganlar bor. Onlayn joylar bron qilish tartibi hamda ofislarimiz, manzillari, ofislarimiz to'g'risida ham ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Agar ofisga kelib, joylarni ofisda bron qilamiz deydiganlar uchun 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Bu Andijonda, Farg'onada va Toshkentda. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun bemalol shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Shularga aloqaga chiqsa, onlayn joylarni bron qilishsa bo'laveradi. Pasportlarni tashlab berishadi, bo'ldi. Endi aka, qaysi sanalarga qaysi viloyatdan reyslar bor? Narxlarni ham bir ma'lumotini bersangiz. Xo'p bo'ladi. Hozir Toshkent, Jidda primoy reysimiz bor. Bularda chislosi 22-iyun, 26 va 29 va 30-iyundan kunlari Toshkent Jidda reysimiz bor. Xo'p, Farg'ona Jidda, bu ham primoy reys. Toshkent Farg'ona Jidda bo'ladi. Bu 23-iyun va 26 va 29-iyun kunlari reyslarimiz bor. Endi keyingi oylarga boramiz deb rejalashtirayotganlar uchun iyul va avgust oylari uchun ham joylarni bron qilishsa bo'laveradi bemalol. Bularda hammasini narxini bir xilda $1035 qilib beramiz, xudo xolasa. Endi aka, mana iyul, avgust oylarida narxlar o'zgarib qolsa, qo'shilib qolmaydimi? Yo'q, shu nech pulga kelishgan bo'lsak, xudo xolasa o'sha narxda uchiramiz inshaalloh. 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlar aloqaga chiqsa, aka, bularga chegirmasi bo'ladimi? Bemalol chiqishaversin, bu narxdan ham jinday o'tib beramiz, ko'pchilik ketayotgani hisobiga. Xudo xolasa aziz obunachilar, videomizga like va kommentariyaga yaxshiliklar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Bizga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.